oilamni ko'rgan boramiz deb, sen aytgan joyga keyin boramiz. Yo'q, nimaga birinchi men aytgan joyga boramiz? Uf, shu chiqib ketibman, quturmadingda shu oyingizdan borib. Hozir uyga borganingdan keyin ozgina tirjayib turgan, yomon ko'rishingni bilib qolishman. Yo'ldan ovqat olaman deb. Voy, nima qilasiz ovqat olib, bekorga pul rasxod qiladi. Baribir ishlar o'tmasa, aniq ikkita gumonini yetadi. Uka, mashinani tushunmaysanmi? Shundoq qarab beramiz. Onam. Ya, aka, buni tug'utish kerak, puligini qarang. Ha, uka. Jonshirin ekanmi? Onang seni tug'ayotganda o'limni bo'yniga olib, seni bu dunyoga keltirgan. Onang uchun nima qilib qo'yding? Ha? Sen onang sen uchun nima qilganini bilasanmi? Sen bilmaysan. Siqir, sen men bilan hozir ota-onangni ko'rgan, onangni ko'rgani borasan, tushundingmi? Meni kelishim zor kutgan onam.